Guli? Hov. Nimaga labingni bunaqa bo'yab olgansan? Tavba. Qanaqa? Qanaqa bo'lardi? Nima desam bo'ladi? Mana konturingdan tepasida, chizig'ingdan tepada qalam chizasan-da va juda katta qilib ko'rsatasan. Prям bilinib turibdi. Shunaqa xunuk ko'rinyapti вообще to'g'risi. Bilmasam, menga rosa ham yoqadi shunaqa bo'yash. Balki salfetka berarman, artib to'g'rilab olasanmi? Shunaqa o'zim olib artib tashlagim kelyapti, to'g'rilab tashlagim kelyapti. To'xta. Nima uchun mani labim sani xavotirga solyapti va qiziqtiryapti? Mani deysanmi? Buni bitta men ko'ryapmanmi qizlar? Faqat men ko'ryapmanmi shunda? Bo'pti, qo'y, bo'ldi. Da, shu video rosa kulgili-da. Har safar shuni ko'rsam, shunaqa seni eshityapsanmi? Juda baland va qattiq gapiryapsan. Eshityapsanmi o'zi? Nima deyapsan? Men aytyapmanki, juda ham baland kulyapsan. Xuddi eshakka o'xshab hangrayapsan. To'g'risi, qulog'imni teshishmi maqsading? Bo'lishi mumkin. Bu, to'g'risini aytsam, organizmda reaksiyasi, tabiiy reaksiyasi demoqchiman. Balki sal sekinroq gapirarsan, sekinroq kularsan. Balki boshqa stulga o'tirarsan. Ras shunchalik qulog'ing chувствительный bo'lsa, boshqa joyini almashtirarsan. Stul olib kelib berishsinmi, aytaymi? Joyini almashtirasanmi? Yo'q, rahmat. Assalom, rahmat tushunganing uchun.